Malika opa. Hadeb o'ynavermang, sizni butun xalq taniydi. Qancha taniyursin, bugun o'ynaydigan kunim ekan. Ne o'ynayapsiz o'zi? Voy, Malika shopdagi chegirmalarni ko'rib mazza qilib o'ynagim kelyapti. 55 ming so'mdan 75 ming so'mgacha chegirmalar bor. Shunaqa zo'r kiyimlar, turetskiy, shim deysizmi, shalvar deysizmi, mana bunaqa kurtkalar 55 ming so'mga Malika shopdan topishingiz mumkin platformasidan. Sizlar uchun maxsus chegirmalar yog'dirilgan. Ishoninglar 220 ming, 250 ming so'mga sotilgan zo'r turetskiy shimlar endilikda bor yo'g'i Malika shopda 75 ming so'm. Olib ketaversinlar. Bunga o'ynamasdan iloji yo'q qizlar. Keyingisiga ketdi. 199 ming so'm, qaranglar, 170 ming so'm bo'lgan narsalar 75 ming so'm Malika shopda. Mana bunaqa zo'r nimchalar ham 269 ming so'm bo'lgan ekan. Qaranglar, bor yo'g'i 75 ming so'mni tashkil etadi. Har xil rasvetkalari bor. Klassikani ham, odnotonnini ham, oddiysini ham olishingiz mumkin. Va mana bunaqa narsalar ayollarimiz uchun zo'r narsa ekan. Bor yo'g'i 75 ming so'm. Endi dvoyka bo'lgan Zertaj, to'g'ri aytdim. Zertaj o'sha Turkiyaning firmasiniki dvoyka bo'lgan, tepasini alohida, pastini alohida sotishgan. Endilikda sizlar uchun skidka e'lon qilingan, bor yo'g'i 75 ming so'm. Matosini sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi mana shimlar ham risi zo'r, har xillari bor. Maminisi sezonga mos shim, ishoninglar qizlar, sizlar uchun hamma qulayliklar Malika shopda bor. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, shundoqqina kommentariyada mumkin so'zini qoldiringlar. Sizga albatta platformani hammasini yuboramiz. Mumkinda hammasi mumkin. 75 ming so'm ham, 55 ming so'm ham bo'lishi mumkin. Malika shopdan topasiz, mumkin platformasida.